Akalar, ukalar, hurmatli obunachilar, kuzatuvchilar. Juda mana shu kuz oyidan beri mana shu To'sinsoy suv omboriga kelishga juda intiq bo'lib yotgandim, chunki kuzda noyabr oyida kelgan edim. Bahorda kelishni niyat qilgan edim. Hozir suvga yaqinlashib, mana tog'dan tushib boryapman. Suv omborida ko'lni sokinligini qarang. Savollar tug'ilaveradi kuzatuvchilarda. Bu joy To'sinsoy deyapsan deydi, bu qayerda bo'lishi mumkin deydi, manzilini ayt deydi, lokatsiyasini ayt deydi. Bu Samarqand viloyati Ishtixon tumanidagi ikkita suv omborida bittasi. Mana shu To'sinsoy suv ombori bo'ladi. Juda ham chiroyli joyda joylashgan, ikkita tog'ning o'rtasida, mana adirlik, qirlik o'rtasida joylashgan. Juda katta kenglikda. Bu yerga ko'pincha aytishlaricha Ko'lto'sindan suv quyiladi, Jizzax viloyatidan suv quyiladi deyiladi, shu oqova suvlar keladi, shunda to'planadi deydi. Lekin bu yerda ham katta suv sig'imi bor. Ro'bara yaqinlashib boryapmiz, ro'bara. Ko'lga yaqinlashib boryapmiz. Ana bu yerdan mana shu ikkinchi suv ombori bo'lsa, Ishtixonda bitta tumanda ikkita suv ombor. Bu hamma joyda ham bor emas. Bu yerda rahmatli Ishtixon tumanini eski sobiq deymiz, endi o'tib ketdi, u kishi Alloh rahmat qilsin, Murod Jo'rayev qurdirgan suv omborlar bo'ladi, ikkalasi ham. U kishini Alloh rahmatiga olsin. Ishtixon tumani uchun juda ko'p ishlar qilgan. Rahmatli Murod Jo'rayev juda ko'p ishlar qilgan. Xo'jaqo'rg'on suv omborini qurilishi, To'sinsoy suv omborini qurilishi loyihalari, Ishtixon tumanining yangi markazlarini qurilishlari barchasi keyin mana shu Ishtixondagi mana bu ustozlar xiyoboni bo'lib shakllangan bugungi parkka hammasi shularga kiradi. Sog' salomat. Sog' salomat bo'lasizlar, azizlar. Qarang manzarani, qarang, o'zim lol qolyapman.